Agar sizda bo'yinni orqa tomonida og'riq bo'ladigan bo'lsa, demak sizda bo'yin osteoxondrozi yoki grijasi bo'lishi mumkin. Bunda aynan shu grijani lichina qilish orqali bu og'riqdan qutulasiz. Ikki raqam bilan ko'rsatilgan joylarda og'riq bo'lsa, demak sizda akremial yoki плечевой sustavda artroz bo'lishi mumkin yoki надосная мышца, ya'ni kurak ustidagi mushakning paylari yallig'langan. Bu kasallikni tendinit yoki pleksit kasalligi deymiz. Keyingi muammo 3 raqam bilan ko'rsatilgan joyda bo'lsa, demak sizda bu qismda yo kurak mushaklari tortishib qolgan yoki ko'krak umurtqalari osteoxondrozi kasalligi yuzaga kelgan. Buni mashq qilish orqali, ya'ni ko'krak qafasini ochuvchi mashqlarni qilish orqali qutulishingiz mumkin bu kasallikdan. 4 raqam bilan ko'rsatilgan joyda, ya'ni kuraklarda tortishish bo'lsa, ya'ni ipga o'xshab tepaga qarab tortsa yoki bo'lmasa qo'lton tagi bilan o'tib yurakka berib og'riydigan bo'lsa, demak sizda bo'yinni длинный ekstenzor, ya'ni uzun mushaklari to dumg'azagacha ketgan joyda muammo yuzaga kelgan. Buni ham mashqlar orqali, ensa va dumg'aza suyaklarini to'g'rilash orqali hal qilish mumkin. Keyingi muammolar 6 raqam bilan ko'rsatilgan joyda bo'lsa, bu asosan bel grijasi, bel umurtqalarining smisheniyasi, ya'ni retrolistis, antilistis degan kasalliklar bor, o'shalarda yuzaga keladi. Bunda o'tirganingizda qadalib og'rish, achishishlar bo'lishi mumkin. Buni bel mashqlarini videoda ko'rsatganman, bajarish orqali hal qilish mumkin bo'ladi. Keyingi muammo bu 5 raqam bilan ko'rsatilgan joyda, bu yerda belning kvadrat muskuli joylashgan. Bu muskul asosan ichki organlarda muammo bo'lsagina og'riydi. Ya'ni biqiningiz yo bo'lmasa bel soqayingiz tolib ketadi. Tepaga qarab yotganingizda belingiz tolib og'riydi. Bu ham faqatgina mashqlar orqali davolanish mumkin bo'ladi.